Quvalik Bekzodjon yanvargacha saqlagan xazinasini ochyapti. Buning ichida nima bor? Videoga like bosib qo'ying, juda qiziq holatni gapirib beramiz. Dehqon avvaliga bu ishni boshlaganida ko'pchilik unga ishonmagandi, lekin buni uddaladi. Hammani hayron qoldirgan kadrni ko'rsatamiz. Qor ichida turgan olmalar hozirgina daraxtdan tushdi. Asli kelib chiqishi Avstraliyaga borib taqaladigan Pushtxonim navli olmalarni qahraton qishning o'rtasigacha saqlagan dehqon bola Quvalik Bekzodjon Abdullayev. Aslida daraxtda pishgan meva vaqtida uzib olinmasa, -3 yoki -5 gradusda sovuq urib ketadi. Lekin dehqon yigit olmalarni saqlash bo'yicha bir necha yillardan beri o'tkazib kelayotgan tajribalari bu yil yanada samara berdi. Qishning o'rtasida Pushtxonim olmalari daraxtda yangi holatda turibdi. Dehqonning mehnati uchun bitta laykni ayamang endi. Yopishtirib qo'yganmisiz deb bittasini qo'limiz bilan uzib ko'rdik. Rostdan ham meva hali bandida mustahkam turibdi. Mazasiga esa gap yo'q. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Mevani daraxtda shuncha sovuqda ham shunday holatda saqlab tursa bo'ladimi? Bu borada fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Albatta har bir fikrni o'qib chiqamiz. Siz bunday qiziqarli videolarni boshqa aniq ko'rmaysiz. Agar qayerda qancha kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq bizga obuna bo'ling.